paxtachilik ekanligidan har bir paxtachilik yuragiga baribir faxr hissini tuyadi. O'sha kommentariyada rahmat aytishyapti. Xursand bo'lyapti. Yevropadagi, Rossiyadagi paxtachiliklar ham o'sha bizning paxtachilik yoshlarimizni, chempionlarimizni erishgan yutug'idan faxrlanib, o'ziga sig'may yozayapti. O'sha rahmatini, ota-onasiga rahmatini aytayapti-da. Qisqacha men hozirgi bugungi paxtachilik chempionlarimizni qisqagina tanishtirib o'tsam. 2008-yil 15-iyulda Dabusqala mahallasida tug'ilgan. O'z faoliyatini dastlab 2018-yilda 10 yoshida Dabusqala mahallasida joylashgan 35-maktabda Paxtachi tumani sport maktabi futbol treneri Bobosherov Shohruh Umarovich qo'l ostida futbol saboqlari va sir asrorlarini o'rgana boshlagan. 2024-yil futbolchi o'z faoliyatini Toshkent Paxtakor futbol akademiyasida davom ettirgan. 2024-yilda O'zbekiston o'smirlar milliy terma jamoasiga chaqirilgan ayni vaqtda esa o'sha boshlab Amirxon Murodov Paxtakor futbol klubida va O'zbekiston o'smirlar terma jamoasida to'p surib kelmoqda. Men Murodov Amirxon sportning futbol turi bo'yicha 7 yildan beri shug'ullanib kelaman. Birinchi futbolni Shohrux aka qo'l ostida, Shohrux Boboshev qo'l ostida 2018-yilda boshlaganman. Birinchi karyeram qo'l ostida 5 yil o'ynaganman hamda 2023-yilda Samarqand viloyat futbol akademiyasiga qabul qilinganman. Bu yerda trenerlar Mirjalol Lakayev, Hamdam Rahmonov qo'l ostida 1 yil o'ynaganman. 2024-yil boshida Paxtakor klubiga chaqirib olganman va 2024-yil boshida borib qo'shilganman Paxtakor klubiga va Yunit terma jamoasiga ham chaqirib olganman o'sha yili. Birinchi trenerlarimga Boboshev Shohruxga, Lakayev Mirjalol, Hamdam aka Rahmonov hamda Paxtakordagi trenerim Bobur Abdurahmonovga katta rahmat aytaman. Xudo xolasa qo'llab tursalaringiz xatarda ham yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. 2013-yil 46-maktabga 1-sinfga qabul qilingan. Kurash sport turi bilan 2014-yildan buyon shug'ullanmoqda. Ko'plab musobaqalarga qatnashib, sovrindor bo'lgan. 2022-yilda oyog'idan jarohat olib 2 yillik tanaffusdan keyin yana sambo bo'yicha shug'ullanib kelmoqda. Aprelda Osiyo va Okeaniya chempionatida 3-o'rinni egalladi. Men Vafaqulova Kamola 2007-yil 13-mart sanasida tug'ilganman. Sportga qiziqishim 2014-yildan beri boraman sportga. 2 yillik tanaffusdan keyin 2024-yil oktyabr oyidan boshlab yana shug'ullanib boshladim. Murabbiyim Sulton Usoqovga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Meni shu darajaga yetkazgan ota-onamga ham rahmat aytaman. Kelajakda jahon chempioni bo'lishga harakat qilaman va va'da beraman. Sambo sport turini rivojlantirishda ham o'zimni hissamni qo'shib boraman. 2009-yili Paxtachi tumani Fay mahallasida 21-may. Muhammadali 2024-yildan beri kickboks sport turi bilan shug'ullanadi. Buxoro shahrida bo'lib o'tgan musobaqada 1-o'rinni olib, Tailandda bo'ladigan musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritgan edi. 2025-yil 11-aprelda Tailandda bo'lib o'tgan musobaqada 1-o'rinni olib, Yevropa mamlakatiga yo'llanmani kiritdi. Muhammadaliga Yevropada bo'ladigan musobaqalarda ham omad tilayman. Men Husanov Muhammadali 2009-yilda tug'ilganman. Hozirda 34-maktabning 9-sinfida o'qiyman. 3 yildan beri kickboks sport turi bilan shug'ullanib kelaman. O'tgan yili viloyat chempionatida 1-o'rinni olib, jahon kubogida ishtirok etdim. Keyinchalik esa O'zbekiston kubogi g'olibi bo'ldim. Yaqinda Tailandda bo'lib o'tgan jahon kubogida 1-o'rinni egalladim. Trenerimga, dadamga rahmat aytib qolaman. Mana shu sportga bergan uchun dadamga, shu darajaga olib chiqqan uchun trenerimga alohida rahmat aytaman. Kelajakda maqsadlarim shu jahon chempionatida ham 1-o'rinni olish. Sportning qo'l jangi turi bilan yoshligidan shug'ullana boshlagan. Qo'l jangi bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi unvoni egasi. 2022-yil Jizzax shahrida o'tkazilgan O'zbekiston chempionati musobaqasida faxrli 1-o'rinni egallagan. 2022-yil Guliston shahrida O'zbekiston chempionati musobaqasida 2-o'rin. 2022-yil Urganch shahrida O'zbekiston chempionatida 1-o'rin. 25-yil Navoiy viloyati qo'l jangi bo'yicha o'smirlar va kattalar o'rtasida chempionatda 64 kg vazn toifasida faxrli 1-o'rinni egallab, oltin medal bilan taqdirlangan.
Hozirgi kunda Samarqand Paxtachi viloyati Paxtachi tumanidagi 1-son kasblar maktabida 2-bosqich talabasi. Men Qalandarova Shahnoza, 2007-yil tug'ilganman. Paxtachi tumanida murabbiyim Botirov Olim akani qo'lida 2021-yildan beri shug'ullanib kelaman va O'zbekiston chempionatlarida faxrli 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqdaman. Tojikistonda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatiga saralashga tayyorgarlik qilib bormoqdamiz. Nasib bo'lsa shu yil o'qishga topshirib va keyinchalik va o'zimni mana shu tug'ilib o'sgan tumanimda, Paxtachi tumanida qo'l jangi sport turini yoshlar o'rtasida rivojlantirish, ayniqsa qizlar o'rtasida rivojlantirishni niyat qilganman va ustozimga o'xshagan men ham shunday murabbiy bo'lib yetishaman degan umiddaman. Sportning qo'l jangi turi bilan yoshligidan shug'ullanib kelmoqda. Qo'l jangi bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi unvoni egasi. 2018-yil Samarqand shahrida o'tkazilgan Samarqand viloyat birinchiligi musobaqasida faxrli 1-o'rinni, 2022-yil Farg'ona shahrida o'tkazilgan O'zbekiston Kubogi musobaqasida 1-o'rin, 2022-yil Buxoro shahrida o'tkazilgan Jahon chempionati musobaqasida 3-o'rin, 2024-yil Sirdaryoda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionati musobaqasida 2-o'rinni egallagan. Hozirgi kunda Paxtachi tumani 21-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi. Men Bobojon Sardor 2007-yilda tug'ilganman. 2014-yildan beri qo'l jangi sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Botirov Olim aka qo'lida. Shu 10 yil ichida 2 karra O'zbekiston chempioni, 2022-yilda bo'lib o'tgan Jahon chempionatida faxrli 3-o'rinni egallaganman. 2024-yilda Buxoro shahrida Jahon kubogi bo'lgan. Unda faxrli 2-o'rinni olganman. Ustozim Botirov Olimga rahmat aytaman. Qo'l jangi bo'yicha bo'lib o'tgan Jahon kubogida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritgan. Men Qodirova Sabrina O'tkirovna 2007-yil 4-noyabrda tug'ilganman. 2024-yil Toshkent shahrida bo'lib o'tgan qo'l jangi O'zbekiston chempionatida faxrli 2-o'rinni olganman va Jahon chempionatiga yo'llanma olganman. 22-noyabr Jahon chempionati Qozog'iston Astana shahrida bo'lib o'tgan Jahon chempionatida faxrli 1-o'rinni olganman va shu darajaga yetishimga albatta uydagilarim sababchi, ota-onam sababchi va o'zimni trenerim Botirov Olim ustozimga katta rahmat aytaman. Kelajakda nasib bo'lsa shu bo'lib o'tadigan 23-may Turkiya davlatida bo'lib o'tadigan Jahon chempionatida ham nasib bo'lsa 1-o'rinni olib Paxtachi tumani obro'yini ko'taraman. Maqsad bittada, mana shu yerda uchrashuvning maqsadi mana shu oxirgi 4 oy 5 oyda ichida tumanimizdan chempionlar chiqdi. Ko'p, kamida 5 ta, 6 ta, 6 tasini o'qib, qanday yutuqlarga erishganligi, qanday sportga kirib kelganini aytib berishdi. Maqsad shu yoshlarga naqadar bular to'g'ri yo'lni tanlaganini hozir o'zlari ham birma-bir gapirib beradi, yetkazish. Mana shu yoshlarimizga yetkazish. imzo qo'yib, siz o'zingizda ham qoladi markazda chiroyli bo'lib. Kimdir xonasiz? Men Sani Muhammadali. Buni yutuqlarga erishishiga boyagi qilib turamiz, duo qilib turamiz. 70 dan oshgan qaynonam bor. Ular duoda, otasi har doim o'zi bilan birga, doim nima qiladi. Mana shu yoshlarimiz avvalo paxtachini yoshlari chiqsa, o'zimiz haqiqatan titroq bosadi. Mana bu o'zimning qizim yoki boshqa, men ayniqsa hozirgi oxirgi kunlarda mana bu Amirxon yutuqlari juda ham odamni larzaga solayotgan tarzda bo'lyapti. Men qizimga ishonardim birinchi o'ringa olishiga. Qandaydir yutuqlari bu butun hammamiz yutug'imiz. Uni yutuqlariga ko'proq bobolari sababchi.
kerak sizlarga chempion bo'lsangiz. Ligoda bormi? Imtiyoz bormi? Ligoda berish mumkin. Heyecanlanib, xursand bo'lib gapirganlaringizni eshitdik. Mana hokim buvamizni ham gaplarini hammamiz tingladik. Xursandmiz. Mana shu tumanimizdan mana shunaqa hamma tarafdan bu sport jabhasida ham, boshqa taraflardan ham butun respublikaga taniladigan insonlardan chiqaversin. Bizlar butun tumanimiz xalqi faxrlanib yuradigan insonlardan, ilmli, bilimli, butun respublikaga foydasi tegadigan insonlardan chiqaversin. Bizlar tilagimiz shu. Bizni rahbarlarimiz to mana shu tumanimiz rahbarlaridan boshlab yurtimiz rahbarigacha, yurtboshimizgacha bo'lgan barcha rahbarlarimizni qilayotgan ishlarda Allohning o'zi barakatlar bersin. Elimizni, xalqimizni baxtiga mana shu kishilar g'ayratli bo'lsin, charchamasin, sog' salomat bo'lsin. Bizlarning baxtimizga elni, yurtni ravnaqi uchun bu kishilar ham xizmat qilsin, yurtboshimiz ham omon bo'lsin. Sizlarga ham Allohning o'zi ham bundan-da katta muvaffaqiyatlar nasib etsin. Bizlar orqalaringizda quvonib beravergan. Bundan keyin mana shunaqa chiqaversin nimalarimiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli ota-onalar, hammalaringizga katta rahmat aytaman shu yerga kelib turganlaringiz uchun. Bu kunda bizlar tashrif qilishimizdan maqsad kelajakda mana yosh avlodlarimizga namuna sifatida ko'rsatish. Men hozir bu sportchilarimizdan shu sportga erishish uchun nimalarga rioya qilish kerak degan savollar berildi. Hech kim javob bermadi bu narsaga. Boya Abdumajid aka ham aytib o'tdi. Birinchi o'rinda sportda tartib-intizom. Tartib-intizom bo'lgan joyda aniq natijaga erishib bo'ladi. Agar tartib-intizom hozir bo'lmasa ham aytdi, yulduzlik kasal. Ana hozir oddiygina bir futboldan o'ylaydigan bo'lsak, yoshlarimiz yaxshi ulg'ayib boryapti. O'sha Osiyoda ham, jahonda ham yaxshi natija ko'rsatyapti degan. O'sha kattalarga o'tgandan keyin futbolchilarimiz yo'qolib qolyapti. Bu jahon chempionatlariga chiqish, yaqinlashishga imkoniyat bo'lmay qolyapti-da. Endi nasib bo'lsa, shu Amirxonni jamoasiga omad tilaymiz. Menimcha shu murabbiyga ko'p narsa bog'liqda. Murabbiyni ham ko'rdik, bir yaxshi yigitga o'xshadi. Chunki turishidan ham, boshqasidan ham. Men shu o'yin jarayonida rosti bilan ikkinchi taym, futbolda ikkinchi taymdan ko'rib boshladim. Shunchalar endi kimga qanaqa bo'ladi hissiyot. Ishtirnoqim bilan qarshi bo'lib turdim o'shaga. Sababi nima sababdan ikkita kam 9 kishi bilan o'ynadi. Keyin men shunday narsaga xursand bo'ldim. Bu menimcha murabbiyning topshirig'i bo'lgandir, balkim yana ham bilmadim. Bitta kam o'ynagan jamoa boshqa davlatlarda ham, boshqa joylarda ham, boshqa musobaqalarda ham qanaqa nastreniya bilan o'ynaydi. Bizlarda shu 17 yoshlarimiz 2 nafar kam sportchi bilan o'ynayapti. Shunchalar sharhlovchi ham aytib beryapti, bo'lmasa kerak. Kayfiyat shunchalar zo'r. Har bitta sportda ham, yakkalik sportda ham, jamoaviy sportda ham maqsadga erishish kayfiyatga bog'liq. Shu o'zlarini xursand qildi. Bolalar shunday tushyapti. Ular 9 kishi kam o'ynayapmiz. Bizlar hech qanday yutqizmaymiz degan